Bugun chiroyli lokatsiyaga kelganmiz. Aniq lokatsiyani tushuntiraman. Bu yoq Kilesdan kelaverishi, Ko'rvasandan mehnat po'sti kirish, bu yoq transportga kirish, shuni yonidan kirganingizda yangi 16 yillikda chiroyli 6 sotiqlik joyimiz chiqib qoldi. Tayyor uylari bilan yer hisobi qo'yib yubordik. 25 ming dollardan 150 ming dollarga bitta obzorni ko'ringlar. Bu yoq taraf suv bor, suvni bu yog'i mehnat bo'ladi. Katta ko'chadan kirib keladigan bo'lsangiz 300 metr oraliq masofa. Ko'rvas xonadonimiz shu bo'ladi. Oldida zahvat qismlari ham bor. Yo'lak qismi qarang, 2-3 ta mashina qo'yishga joyingiz bor, qo'yilgan. Zahvat hisobi juda ham chiroyli. Fasad 18 bo'ladi. Bismillah deb xonadon kirishimiz bilan qarang, yo'lak qismlarini baland qilib, chiroyli holatda bitirib qo'ygan ekanlar. Okan bemalol bu yerda istiqomat qilsangiz bo'ladi. 6 sotiq bo'ldi. Ko'rvasa xonadonimizning hovlisi juda ham katta. Endi ma'lumot o'rnida mana bitta 2 toki kosa devor to'sib, bu yoqdan bitta darvoza ochib bitta xonadon qilish imkoniyatingiz bor. Ko'rvasiz. Past qismida bu yerda bitta zal bor, spalniy, sanuzul, o'ta ham bitta spalniy, sanuzul, detskiy xona, tegi shundoq podval bo'ladi. Ko'rdingiz, shu xonadonimizda yer hisobi qo'yib yuboramiz. Endi qarang, lokatsiya zo'r, suv, svet, gazdan muammo yo'q ekan. Kanalizatsiya ham kelgan, sal nariroqda tortib berish imkoniyati bor. Yangi 16 yillik desa hamma biladi, bu 8 yillik imorat ekan, yangi xonadon deb hisoblasak bo'ladi. Endi qarang, 6 sotiq, sotig'ini 25 ming dollardan qo'yib yubordik. Tayyor uylar bilan o'ziga yashab turibdi. Shuna kirib yashab ketish imkoniyatingiz bor. Raqamlikisini qoldirib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.